Assalomu alaykum. Barcha avtoshartizning hashadi obunachilari, hashadi muxlislari. Buni ko'rib turganlaringizdek, bu ham mini biznes. Albatta azakalar ukalar chorvadorchilikka qiziqadigan akokalarimiz, qo'y, mol, ya'niki uyda boqadigan akokalarimizga sizlarga juda qulaylik, ya'niki zo'r texnikalar. Albatta buni xashak turibdi, bunda press turibdi. Undan tashqari yana boshqa narsalar ham bor, maydalab ko'rsatamiz hozir. Bu degani akalar ukalar drabilka, ya'ni ki trassada yurgan akokalarimiz, barchasi tomosha qiladigan akokalarimiz bu drabilka tok kuchiga keladigan bo'lsak, obishni o'zimizning 220 volt tokka ishlaydi. Generatorga keladigan bo'lsak, generator 5000 watt ekan, 5000 kilovat, ya'ni ki 3500 оборотda aylanishi 3500 оборотda. Ichidagi buni turni pichog'iga, maydalab keladigan pichog'iga keladigan bo'lsak, azakalar ukalar 12 dona pichoq bor ekan. 12 dona pichog'i bor, ya'ni ki sitka maydalab beradigan, jorma qilib beradigan narsalarga keladigan bo'lsak, xo'sh, mana bu kattarog'i, mana bu melkrog'i. Bunisi endi hashak-pashak jorma qilaman degan akoklarimizga buni bemalol jorma qildirsak, mana bu keladigan bo'lsak, mana ichki xislati buni. Hozir tashab ko'rsatamiz, yana bir bor reklama qilamiz. Pichoqlar 12 ta yaxshi normal pichoqlar. Biron joyda kamchiligi yo'q. Sizlarga albatta tavsiya qilib qolardimki, o'zim lechni bittasini oldim. Uyda hozir xudoga shukr yaxshi ish beryapti. Barchalaringizga mana shu narsalarni olishlaringizni tavsiya qilib qolardik. Jigarlarimiz narxi navosiga keladigan bo'lsak, narxi navosini ekranga telefon nomerini qo'yamiz, telefon qilasiz, WhatsApp nomeri bor. Bemalol murojaat qilasizlar, o'zlaringiz narxi navoni kelishib olasizlar. Ba'zi akokalarimiz narxida, ya'niki tushunmayotgan akokalarimiz bo'lsa, yana bir aytib o'tib ketamiz, 220 abish tokka ishlaydi o'zimiz sharoitiga. Qani bo'lmasa, hozir bir mana press tashab ko'rsatamiz. Undan tashqari bir mana Makka yuqori molga so'rovkorchilik juda ko'p bo'lamir shu narsani. Xo'llik paytida boshini yedi, qolganlari bilan tanalari qolib ketadi. Bularni ham polni maydalab jorma qilib beradi. Bu yerda mana Makkadan ham ko'rib turganlaringizdek qotdi. Bu narsani ham tashlab hozir ko'rsatib proyektka qilamiz. G'o'zapiyani ham tashlaymiz. Kimda-kim ishlamaydigan akokalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringizlar. Jigarlar hammasi 100%. Realni ko'rib turgan narsalaringiz. Bu yerda az danli vremya 1 2 3 4 5 6 7 dona. Oldingi partokda 3 dona kelgan ekan, uni sotib tugatdik. Nima deb qolamiz? Kimda-kim shunday izlab yurgan akokalarimiz O'zbekistonda juda ko'p chiqaryapti. Shunga sababdan buni sizlarga shu yerga albatta olib keldik. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, kanalda yangi bo'lgan akokalarimiz poddershka qilasizlar. Sizlarga buni tavsiya qilib qolardimki, juda yaxshi, zo'r kuzatib o'tirgan akokalarimiz. Bu yerda yana bir qaytib ishlatadi, qaytib qo'yadi degan akokalarimiz. Kamerani yaqinroq olib tursangiz. Bugun endi nima desam, molxonani oldiga 220 tok kelgan bo'lsa, 220 tokdan albatta foydalansangiz bo'ladi. Prava 202 birinchi urasizlar. Bu yerda spesial avtomat qo'yilgan, avtomatini ko'tarasiz, undan keyin yonadi, ishga tushadi. Samый главный azakalar ukalar generatoriga endi generatori baquvvat, katta оборотda yosh bolalarni maqsad oldiga yaqinlashtirmaysizlar. Mana setkalar buni yonboshdan qo'yiladi. Albatta ko'radigan akokalarimiz esa bu yerda yonboshdan setka qo'yadigan joyi bor, buni spesial ketadi. Setka qo'yib ham ko'rsatamiz. Keyin bu yerga xaltani bog'lab qo'yib, xaltaga albatta keyingi zakaz qilayotganimizda bu yerga kurchoq qo'yamiz, xaltani ilib qo'yadi. Xalta to'lib bo'lgandan keyin albatta olishga udobni bo'ladi odamga. Pichoqlarni mana ko'ryapsizlar. Biron masalanki qiyin narsa emas, oddiy o'zimizning jaydari ayol kishilarga olib borib bersak, pol namasini yezib maydalab, moldan umuman nishqat qolmaydi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, YouTube kuzatgan qadrli avtoshartizning ashaddiy obunachilari. Mana bugun men yaxshi niyatda jigalarimiz buni drabilka olib keldim. Uragan drabilka akalar ukalar, o'zingiz ko'rib turibsizlar. Albatta bu hozirgi kunda Rossiya safarda yurgan akalarimiz mana yaxshi niyatda mayda bog'ilayotgan ho'kizchalarni olib tashlayapti. Meniki qo'y qo'zilar uchun akalar ukalar juda foydasi katta bu narsani. Hozir mana shu yerda Makkaga turibdi hashaklik, mana kep turibdi, leda o'zapiya turibdi bu yerda. Akalar ukalar o'zingiz ko'ringizlar. Hashaklik Makkaga hul sozda hozir o'rib keldi. Hozir shuni hammasini tashlab ko'rsatamiz. Videomizni kuzatib boringizlar. Hozir mana
hasharlik makonini tashlab ko'rsataman. O'zlaringiz ko'rdilaringiz, mana selez qilib ko'rsatyapmiz. Bu mana hashaklik makka edi, ko'kmaga. Hozir mana endi o'zapiyani tashlab ko'rsatamiz sizlarga, imkoniyat boricha. Katta chiqavermaslik uchun moydalab chiqartiramiz bu setkasi bilan. Mana endi aka-ukalar o'zapiyani tashlaymiz. Mana YouTube kuzatib o'tirgan qadrli obunachilarimiz, o'zingiz ko'rib turibsizlar. Hay mana o'zapiyani ham moydalab tayladi. Mana hashaklik makkaga o'zapiyani polni moydalab tayladi, ko'rib turibsizlar qattiq narsani. Ya'ni ko'gildi, ko'k narsani. Ana endi kepni tashlab ko'ramiz akalar. Kep. Mana qadrli YouTube kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz. Mana apparatni yaqinroq keng. Mana polni maydalatlar ko'ryapsizlar. Polni chirib setgan mayda qilib, moliya etgan qilib, işte isirgachilik chiqmaydi. Ya'ni endi aka-ukalar biz xo'p, buni ko'rsatdik, hashaklik makkani tashlab ko'rsatamiz. YouTube kuzatib o'tirgan ko'klarimiz mana o'zingiz ko'ryapsizlar. Mana polni hashaklik makkani chiqarib sales qilyapti akalar. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Hammasi ajoyib deb o'ylayman. Hozir men sizlarga akalar imkoniyat boricha xo'p, o'rliq makkani chiqarib ko'rsataman. Jorma qilaman makkani, hozir ko'rasizlar. Hozir sizlar buni ko'ringizlar chiqarganimizda. Mana yaqinroqdan ko'rsataylik. Mana marhamat ko'ringizlar. Shunday mayda qilib chiqar. Bundan mayda qilib chiqarsa ham bo'ladi. Hozir men sizlarga akalar
urug' makkayni jorma qilaman. Makkayni ko'rasizlar, hozir o'zlaringiz o'ni jorma qilib ko'rsataman. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda ko'rib turgan telefon nomerlariga telefon qilasizlar, bog'lansa mana shu narsalar sotiladi, double kalkulator. Mana shu mol boqish uchun juda yaxshi, juda qulay, moyda mollarda, katta mollarda boqish uchun isirgarchilik umuman bo'lmaydi bu narsada. Sog' bo'lingizlar. Tomoshabin aka-ukalarimiz qopni ham og'ziga bayladik. Mana bitta radlikaga mayda sitkani qo'yib oldik. Mana ko'rib turgansizlar, Makka o'zimiz Jo'xori. Makkani endi tashlaymiz, o'zingiz ko'rasizlar. Qanday kepak qilib tashlashni. Zo'rata. Jon. Buni Makka. To'g'ri, ko'rib turganlaringizdek 10 bo'lib qoldi. Tegirmonga ko'tarib Makkani olib borib tashlab ocharat kutib yotmaymiz. Bitta uyga olib qo'ysangiz, Xudoyda ham bemalol talasa bo'ladi. To'g'rimi o'zbek? 10 qilib tashlagan buni. Bemalol molga masalan jorma qildirib kelaman. Somonni istiga qo'shib beraman, boshqa qilaman degan ko'kalarimizga bemalol buni tavsiya qilib qolamiz. Manziliga keladigan bo'lsak, aziz akalar, ukalar, buni telefonga ekranga telefon nomerida qo'yamiz. O'zlaringiz aloqa chiqasizlar, bemalol batafsil sizlarga kuzatib borishlaringiz mumkin. Ya'niki aziz akalar, ukalar, qayerga dastlabki bo'lsa ham bitta yarim sizlarga mayda-mayda video sarlavha qo'yib boraveradi. Albatta tomosha qilib boraverasiz. Jonlaringiz omon bo'lsin. 100% mana ko'rib turibsizlar, ishonarli. Mana aka oldingizda polni maydalab ko'rsatib beryapmiz. Bitta narsa ham aziz akalar, Makka Jo'xorini hashak, press Daji keladigan bo'lsak, o'tin maydalab ko'rsatyapmiz. O'tin ham hazilaki narsa emas, juda qattiq narsa aziz akalar, ukalar. O'tindan tashqari nima maydalaydigan narsalarni sal do'bayni maydalab chiqarib beradi. Pichoqlari vahshimiz zo'r, super. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar deb qolamiz. YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar, chorvador akalarimiz, ukalarimiz mana bizning o'ragan darabalkalarimiz keldilar. Yana 7 dona keldi. 220 bolta 100% ishlaydi. Hozir o'zlaringiz bilasizlar, dehqonchilikda ham foyda qolmay qoldi akalar. Hozir molda narxi ko'tarilgan, faqat mol bog'ayapti akalarimiz, qo'y bog'ayapti, to'g'rimi? Generatorlar 5 kilovat akalar, 3,5 oborotda ishlaydi. Generator 5 kilovat, 3,5 oborot, tezligi 3,5 oborot akalar. Kimki videomizni kuzatgan bo'lsa, mana moyda mollar uchun juda yaxshi, juda ekonomik akalar. Endi moldan isiribgarchilik bo'lmaydi. Bu narsa keldi akalar. Mana setkalar bor akalar. Mana makkayni jorma qiladi akalar. Makkay o'rta jorma qiladi. Bunisi buni bug'doyda solasizlar, bug'doyda jorma qilib beradi, un qilib beradi akalar bug'doyda. Bunisi akalar, buni makkay sutani jilib olganlaringizdan keyin poyasi qoladi, qotdi bilasizlar. Shuni bundan bir tashlab chiqarib olasizlar, selis qilib beradi akalar. Qotdi narsani selis, o'zapayani o'zim tashlab ko'rdim, miyani, jon taxti, polni, hamma narsani taylab ko'rdim. Juda ekonomik ekan, mayda qilib somonini mayda qilib chiqarib beradi. Oborati tez. Buncha narsani sindirib beradi. Pichog'i kelayotgan bo'lsak, pichog'i akalar, pichog'ini ham ko'rsatamiz. 12 dona bo'ladi pichog'i. Mana ichkarisini ham ko'ringiz. Mana pichog'i 12 dona akalar, ichkarini ko'ryapsizlar. 12 dona pichog'i bor. Bunisini nima narsa buni olib tashlab qo'yibsan desangiz, bu bo'lsa salgina agar tegirmon ishlatgan aka-ukalar tushunsa, agar salgina tushunsasi bo'lsa, buni salgina ochib qo'yib, bug'doy tashlab turadi. Bu yoqdan bug'doyni un qilib chiqarib beradi akalar. Makkayni jorma qilib chiqarib olasizlar. Polni mol hali uchun juda yaxshi, juda qulayda. Mana moyda mollar hozir plastik kipni tashlaysa, kipni oldiga ko'p isiribgarchilik qilib turadi, boya bilan bosib.
Bunda bo'lsa somondan ham nima sindirib beradi, chiqarib berayotgan ekan, jenga sels qilib beradi. Albatta foydasi juda yaxshi mo'ydamonlar uchun bu narsa. Narxi ekranda ko'rib turgan telefon nomeriga telefon qilasizlar. Shu nomerda WhatsApp, imo pervazim bo'lingan. WhatsAppdan murojaat qilib xolosalar telefon qilingizlar. Mana 7 dona keldi akalar ukalar. O'sib qilingizlar, shoshilingizlar. Dastlabkasi bor.